Toshkentda yana 19 ta metro bekatining kassalari yopiladi. Qaysi bekatlar ekanligini xabar davomida bilib olasiz. Unga qadar Kapital.uz kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Yo'l haqini to'lashning yanada qulay tizimini yaratish maqsadida Toshkent metropoliteni yana 19 ta bekatdagi, jumladan Yangihayot, Sergeli, O'zgarish, Choshtepa, Milliy bog', Mustaqillik maydoni, Amir Temur xiyoboni, Pushkin, Do'stlik, Aviasozdar, Toshkent, Oybek, Kosmonavtlar, O'zbekiston, G'afur-G'ulom, Chorsu, Turkiston, Shahriston va Bodomzordagi chipta kassalarini yopadi. Joriy yilning 1-fevralidan boshlab ushbu bekatlardagi chipta kassalari bosqichma-bosqich yopiladi va ularning o'rniga bir martalik QR chiptalarini beruvchi axborot kiosklari ochiladi. Yo'lovchilar hozirda bank kartalari, transport kartalari, yuzni aniqlash, kaftni aniqlash va mobil ilovalar kabi 10 dan ortiq zamonaviy va qulay to'lov usullaridan foydalanishlari mumkin. Keyingi bosqichlarda yo'lovchilarning fikr, mulohazalari va takliflarini inobatga olgan holda qolgan metro bekatlaridagi chipta kassalarni bosqichma-bosqich yopish rejalashtirilgan. Xabarni metroda yuradigan tanishlarga yuborishni unutmang.